Iqtibos Naval Ravikantdan sotishni o'rgan, yaratishni o'rgan. Agar bu ikkalasini qila olsang, seni hech narsa to'xtata olmaydi. Xo'p, bugungi kunda O'zbekiston bozoriga qaraydigan bo'lsak, tarozini bir pallasiga sotish, bir pallasiga yaratishni qo'yadigan bo'lsak, sotish og'irroq tosh bosyapti. Kela buni nimaligini ko'rib chiqamiz. Katta zavodlarda olib qaraydigan bo'lsangiz, zavodda biror mahsulot ishlab chiqariladi. O'sha mahsulot juda ham katta zavodda ishlab chiqariladi va uni yaratish ustida juda ham ko'p bosh qotirgan olimlar. Sotuv ofisi bo'lsa, bitta xonadan iborat bo'ladi. Mahsulot tayyor bo'lgandan keyin uni bitta xonada sotib olish mumkin. Yoki qurilishda juda ham ko'plab odamlar ishlaydi, uylarida bitkizish uchun. Texnikalar ishlaydi, juda ham ko'p odamlar bosh qotiradi, lekin sotuv ofisi bitta xonadan iborat bo'ladi. Bu degani metafora sifatida olib qaraydigan bo'lsak, yaratish uchun ko'proq resurs, ko'proq vaqt talab qilinadi sotish uchun, lekin unday emas. Endi O'zbekiston bozorida nimaga sotish tarozda og'ir tosh bosib ketyapti degan savolga qaytadigan bo'lsak, birinchidan bu narsa yengil va bu narsa kamroq energiya talab qiladi, shuni hisobiga resurs talab qiladi, shuni hisobiga sotuv tarozda og'ir tosh bosib ketyapti. Misol uchun Buknomi degan kitob, o'sha paytda ancha trendga chiqqan kitob, bir tiyinga qimmat mahsulot, lekin sotuvga juda ham ko'p urg'u qaratilgan. Har xil bad dorilar, alhadaya, bir narsa dorilar bor. Uni produktni ishlab chiqishdan ko'ra sotuvga ko'proq urg'u qaratilgan. Maktablar bor, o'qitishni bilmaydi, mahsulotini ustida ishlamagan, lekin sotishni bilishadi. Yoki bo'lmasa markazlar bor, yoki klinikalar bor. Davolashni bilishmaydi, klinikani produkti davolashni bilishmaydi, lekin sotishni bilishadi. Maktablarda ham xuddi shunaqa, o'qitishni bilishmaydi, u produkt, lekin sotishni bilishadi. Va bu narsa oxir-oqibat borib mahsulotingiz ko'p sotilmasligiga sabab bo'ladi. Agar siz biror narsani Naval aytayaptiki, ham sotishni bilsang, ham yaratishni bilsang, ikkalasini teng qila olsang, seni hech qanaqa raqobatchilar ham to'xtata olmaydi degan ma'noda aytayapti. Yaxshi raqobatbardosh bo'lish uchun ham sotishni, ham yaratishni bilish kerak. Mahsulotingiz ustida ko'proq ishlasangiz, agar siz odamlarga haqiqatdan kerakli mahsulotni ishlab chiqa olsangiz, odamlarga buni yetkazib berish, ya'ni sotish o'zi nima? Odamlarga to'g'ri yetkazib berish. Sotishni bilmasligi ham yomon. Siz yaxshi mahsulot ishlab chiqarsangiz, u odamlar uni borligini bilmasa, bu juda yomon. Lekin siz yaxshi mahsulot ishlab chiqarsangiz, u yaxshi narsani odamlarga yetkazib berish ham oson bo'ladi o'z aslida. Bu rostdan ham yaxshi va bunaqa yaxshi mahsulotlarni odamlar ko'pincha o'zlari izlab ham yurgan bo'ladi. Demak, faqat sotishni emas, yaratishni ham bilish kerak va yaratish nisbatan qiyin, ko'p resurs talab qiladigan jarayon. Ya'ni ko'p resurs, vaqt, energiya talab qiladi. Shuning hisobiga yaratishda ko'proq fokus qilishmaydi bizda. Agar ikkalasiga ham yaxshi fokus qilinsa, yaxshi produktlar chiqishni boshlaydi. Masalan, qo'limizdagi oddiy telefon, iPhone'larimiz ham yaratishni bilishadi, ham sotishni bilishadi. Shuning hisobiga juda ham mashhur bo'lib ketgan. Odamlarda shunga nisbatan ehtiyojlari bor va ular nisbatan osonroq ham sotishadi. Demak, ham sotishni bilishimiz kerak, ham yaratishni bilishimiz kerak. Ikkovini imkon darajasida muvozanatda ushlab turishimiz kerak.